Dertler davası. 1. bölüm 7. bab. Dua ve takdir. Ba'zilar navoda tileklerinin vücudga chiqishi takdir qilingan bo'lsa, bende dua qilsin, qilmasin, baribir vücudga chiqadi. Navoda takdir qilingan bo'lsa, bende Allohdan tilisin, tilmasin, baribir vücudga chiqmaydi-ku, deydi. Bir qism odamlar yuqorgi qarashni to'g'ri deb o'ylaydi-yu, duoni tashlab qo'ydi. Dua qilganning foydasi yo'q deb qaraydi. Bular uchiga chiqqanidan azg'un pali-patish gap qilgan odamlardir. Navoda ularning qarshi qo'shilib qolsak, barliq sabablarni rad qilishga to'g'ri keladi. Andin ulardan navoda to'yish, qinish taqdir qilingan bo'lsa, yesingizmi, yemisingizmi to'yiversiz. Navoda taqdir qilingan bo'lsa, yesingizmi, yemisingizmi baribir to'ymaysiz. Navoda sizga farzandlik bo'lish taqdir qilingan bo'lsa, ayolingiz yoki dedikingiz bilan yaqinchilik qilish yoki qilmaslikdan qat'iy nazar cho'qim farzandlik bo'lasiz. Undaqda to'y qilish yoki dedek saqlashning nima hojati degandek bir talay savollarni so'rashga to'g'ri keladi. Ularning ba'zisi o'zini aqlliq chog'lab, duo go'yliq nuqul ibodat ishi. Allah u orqali duo qilguvchiga savob beradi. Duoning tilakni qo'lga keltirishda hech qanday ta'sir bo'lmaydi deb qaraydi. Bularning qarashicha, tilida bo'lsin yoki dilida bo'lsin, duo qilgan va qilmaganning tilakka erishishda hech qanday ta'sir bo'lmaydi. Duo qilgan bilan qilmaganning farqi yo'q. Yana ularning ichidagi bir qism donolar duo nuqul bir shakl. Alloh taolo uni tilakning ijobatiga simol qilgan. Allah bir bandani duoga muvaffaq qilgan bo'lsa, bu hojatning ravo bo'lganligining alomatidir. Bu xuddi atiyas faslida osmonda yomg'irlik bulutning ko'ringanligi, yomg'ir yog'adiganligining alomati bo'lganga o'xshashlar bir gap deydi. Ular yana mundaq deydi: itoat savob mukofotning, gunoh masiyat jazoning ifodasi. Bir odamning yaxshilik yoki yomonlik qilishi savob yoki jazoning sababi bo'lmasdan, balki u odamning savob yoki jazoga loyiq ekanligining alomatidir. Ularning qarshida ma'lum shayning sundirilishi shu narsada sunish xususiyatining bo'lganligi, ko'ydirilishi ko'yish xususiyatining bo'lganligi, o'ltirilishi o'lish xususiyatining bo'lganligi uchundir. Bularning o'rtasida sabab natijalik munosabat yo'q. Bar deyilsa, sabab bo'lish munosabati emas, balki mundaqli to'g'ri kelib qilish munosabati bor xolos. Ular yuqorgi qarashlar orqali his, aql, shar'iy, tabiiy ong va boshqa aqliy taraflarni nazardan saqit qiladi. Balki aqllarning aqlini ishlatishlari ularga kulkilik tuyuladi. Bu yerda tilga ilinmagan 3-chi bir qarash bor. Bu yuqorqi savolni so'rg'uvchilar muvaffaq bo'lolmagan to'g'ri qarashdir. U bo'lsa-mu har narsa sabablar bilan taqdir qilingan degan qarashdir. Duomu sabablar qatoridandir. Bir narsa sababidan xoli holda taqdir qilinmaydi. Her narsaning sabablarimi ham taqdir qilingan. Qachoniki bir odam bir ishning sababini qilsa, taqdir qilingan natijaga erishadi. Navoda sababini qilmasa, natija chiqmaydi. Bu xuddi to'yish va qinishning yeyish va ichishdan iborat sababi orqali taqdir qilingandekla, farzandlik bo'lish jinsiy munosabat orqali, mulusulga erishish urug' tikish orqali, hayvonning jinning chiqishi bo'g'izlash orqali vujudga chiqqaniga o'xshash bir ish. Shuningga o'xshash jannatga kirish, jannatchilarning amalini qilish, do'zaxga kirish, do'zaxiylarning amalini qilish orqali taqdir qilingan. 8. bab. Duo eng kuchli sabablardandir. Duo eng kuchli sabab bo'lib, navoda tilakning duo orqali vujudga chiqishi taqdir qilingan bo'lsa, duoning foydasi yo'q deyish to'g'ri emas. Bu xuddi yegan ichganning ishpaliyat qilganning foydasi yo'q degandekli bir gap. Sabablar ichida duodanmi unumli sabab yo'q. Tilaklarni qo'lga keltirishda duodanmi kuchli yordamchi bo'lmaydi. Sahobalar islom ummati ichida Alloh va Allohning payg'ambari haqida eng ko'p narsa biladigan, dinni eng bek tushunadigan odamlar bo'lg'achqa, ular boshqalarga qaraganda duolarning shaklari va adablariga to'liq ahamiyat beradi. Ömer raziyallohu anhu düşmanlar ustidan g'alaba qilishda Allohdan duo orqali yordam tilaydi. Duo uning eng kuchli qo'shini edi.
O sepdaşlarga, sizler sanınglarının köplüğü bilen galiba kılalmaysızlar. Belki asmandan, Allah'tan kelgen yardam arkalık galiba kılalaysızlar dedi. O yana mundaq degen. Men duayımның icabet boluşu, yoki bolmaslıqadan ancha vayim yep ketmeymen. Lekin duaga taza ahmiyet bermen. Navoda sizlarga duo ilham qilinsa, shubhisizki uning ijobati billa bo'ladi. Shoir bu mazmunni ifodalab mundaq yozadi. Navoda iroda qilmasa Allah, bermakni bizlarga umid qilganni. Bermagan bo'ladi hech vaqt u bizga, duoga ko'nishga birer imkonni. Bir kishiga duo ilham qilingan bo'lsa, shubhisizki uningga ijobat iroda qilinadi. Alloh taolo mundaq deydi: "Menga duo qilinglar. Men duoyinglarni qabul qilaman. Tilgininglarni beraman. Shubhisizki mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib boshlatadiganlar har holda jahannamga kiradi." Sura G'afir 60-oyat. O yana mundaq deydi: "Ey Muhammad, mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqanki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turman. Menga duo qilsa, men duo qilg'uchining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga iymon etsin. Ya'ni hamisha iymon bilan bo'lsin." Sura Baqara 186-oyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimki Allohdan so'ramasa, Alloh unga g'azab qiladi. Bu hadisdan Allohdan so'rash va itoat qilish orqali Allohning roziligiga erishgili bo'ladiganligini tushunib olg'ili bo'ladi. Navoda Alloh rozi bo'lsa, har qanday yaxshilikka erishgili bo'ladi. Shuningdek, Allohni norozi qilgan inson har qanday baloyi musibat, gunoh ma'siyatga duchor bo'ladi. Imom Ahmad Az-Zuhdu nomli kitobda mundaq bir asarni tilga oladi. Alloh taolo mundaq deydi: "Men Allohdirman. Mendan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. Navoda men rozi bo'lsam, barakat ato qilaman. Mening barakatimning cheki bo'lmaydi. Navoda men g'azablansam, la'nat qilaman. Mening la'natim 7-avlodigacha ta'sir ko'rsatadi." Aql, naql, insonning sog'lom tabiati va kishilarning tajribalaridan ayon bo'lishicha, Allohga yaqinlashish va uning roziligini izlash, Allohning maxluqotlariga yaxshilik qilish, mana bular har qanday yaxshilikning eng buyuk sabablaridan hisoblandi. Buning aksicha bo'lganda, inson barliq yomonliklarga duchor bo'ladi. Allohga itoat qilish va Allohning maxluqotlariga yaxshilik qilishdan mubakrak, Allohning ne'matlariga sabab bo'ladigan, Allohning jazosining oldini oladigan bir narsa yo'q. Alloh taolo natijani shart va sabablarga bog'lab qo'yguniga o'xshashla, Qur'on Karimda bir odamning har ikki dunyodagi yaxshiliklarga erishishi va uningdagi yomonliklarga duchor bo'lishini uning qilgan yaxshi-yomon amallariga bog'liq qilib qo'ydi. Bu mazmunlar Qur'on Karimda mingdan ortiq o'rinda tilga elinadi. Qur'on Karimning ba'zi joylarida yuz bergan hadislar va shar'iy belgilamalar shunga munosib sifatlarga agashtirib bayon qilinadi. Masalan, ular nahiy qilingan narsani tark etishdan bosh tortganliklari uchun ularga har maymun bo'lib ketinglar dedik. Ular bizni darg'azab qilganda, ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. O'g'irlik qiluvchi er va o'g'irlik qiluvchi ayolning qilmishini jazolab, Alloh tarafidan ibrat qilish yuzidan qo'llarini kesinglar. Alloh o'z amrini ishga oshirishda g'olibdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Maida 38-oyat. Musulmon erlar va musulmon ayollarga, mu'min erlar va mu'min ayollarga, taat ibodat qiluvchi erlar va taat ibodat qiluvchi ayollarga, rastchil erlar va rastchil ayollarga, sabr qiluvchi erlar va sabr qiluvchi ayollarga, Xudodan qo'rquvchi erlar va Xudodan qo'rquvchi ayollarga, sadiqa berguchi erlar va sadiqa berguchi ayollarga, roza tutuvchi erlar va roza tutuvchi ayollarga, nafslarni haromdan saqlovchi erlar va nafslarni haromdan saqlovchi ayollarga, Allohni ko'p zikr qiluvchi erlar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollarga Alloh mag'firat va katta savob tayyorladi. Sura Ahzab
35. ayet. Yana ba'zi oyatlarda yuz beradigan hadislar va shar'iy belgilemeler ma'lum bir shart va uning natijasiga yondashtirib keltiriladi. Masalan, ey müminler, agar Allohdan qo'rqsanglar, Alloh sizlarga haq bilan batilni ayiradigan hidoyat ato qiladi. Gunohinglarni kechiradi, sizlarga mag'firat qiladi. Alloh katta fazl egisidir. Sura Anfal 29. ayet. Agar ular kufridan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qerinishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. O'qidigan qavm uchun oyatlarni tafsiliy bayon qilamiz. Sura Tavba 11. ayet. Agar ular, ya'ni Makka kuffarlari to'g'ri yo'lda bo'lsa edi, ularni sinash uchun mo'l yomg'ir yog'dirib berdik. Ya'ni rizqini keng qilib berdik. Kimki Parvardigorning zikridan, ya'ni Allohning taat ibodatidan yuz o'riydi ekan, Alloh uni qattiq azobga duchor qiladi. Sura Jin 16-17 oyatlar. Qisqacha qilib aytganda, Qur'on Karim boshdan oxirigacha jazo mukofotlarni, koinotga aloqador hukmlarni va hadislarni, balki dunyo va oxiratga aloqador hukmlar va u ikkisidagi yaxshilik va yomonliklarni, sabablar va amallarning davomi sifatida bayon qilgan. Bu nuqtani to'liq tushungan va anqiray olgan kishilar zo'r unumga erisha oladi. Tushunmasliklar taqdiriga yo'linib oladigan ishlardan saqlana oladi. Bir ishlarga tavakkul qila olmaydigan ajizlikdan tavakkul qilgan taqdirdami qilgan ishida bo'shang, layg'azal bekor talatliklardan yiroq bo'la oladi. Balki taqdirni loyiqida tushungan odamlar taqdirni taqdir orqali rad qila oladi. Taqdir orqali yana bir taqdirning oldini ola oladi va bir taqdir orqali yana bir taqdirga taqobil tura oladi. Inson taqdirsiz yashay olmaydi. Darvaqa ochliq, ussizlik, to'nglash va har xil xiyim xatar va ehtiyot qilishga tegishli ishlarning hammasi taqdirning jumlasidandir. Bütün maxluqotlar taqdir orqali taqdirni chekintirishga tirishadi. Shuningga o'xshash Alloh muvaffaq qilgan va to'g'ri yo'lga solgan odamlar oxiratdagi jazodan iborat taqdirni tavba, iymon va yaxshi amaldan iborat taqdir orqali chekintiradi. Bu odamlar dunyodagi qo'rqinchli taqdirlarni va uni chekintiradigan narsalarni o'xshashlar nasib boqdi. Demak, ikkili dunyoning Parvardigori bir, hikmati bir, bir-biriga zid kelmaydi, bir-birini inkor qilmaydi. Mana bu haqiqiy ma'nosi bilan tushungan, haqiqiy ravishda ahamiyat beradigan odamlar uchun eng yuksak bir masala hisoblandi. Alloh hammamizni to'g'ri tushuncha va sog'lom ongga erishishga nasib qilsin. Biz har vaqt o'zimizning baxt saodatimiz va nijotligimizga sabab bo'ladigan ikki narsaga ahamiyat berishimiz lozim. Birinchi, yomonlik va yaxshilik sabablarini tafsiliy tonish va ko'rgan bilganlarimiz, o'zimiz va boshqalarning tajribalari, qadimgi va hozirgi kishilarning xabarlariga qarata qalbimizda muayyan ong shakllantirishimiz lozim. Qur'on Karimni va payg'ambar alayhissalomning hadislarini chuqur tushunish ong shakllantirishning eng unumli chorasi. Olamni har qaysi taraflardan mukammal tushuntirishga Qur'on Karim va hadis shariflar kifoya qiladi. Qur'on Karim va hadis shariflarda barliq yaxshilik va yomonlikning sabablari tafsiliy bayon qilingan. Hadis shariflar ikkinchi vahiy. O Qur'on Karimning birdan-bir hamrohi. Qur'on Karim va hadis shariflarni o'ziga qiblanoma qilgan kishilar boshqa narsalardan behojat bo'ladi. Qur'on Karim va hadis shariflar yaxshilik, yomonlik va u ikkisining sabablarini xuddi o'z ko'zimiz bilan ko'rgandek ko'rsatib beradi. Qur'on Karim va hadis shariflarni cho'nqur nazar bilan ko'rib chiqqandan keyin kishilarning ahvollari, Allohga itoat qiladigan odamlar va itoat qilmaydigan odamlarning ko'rayotgan kunlari haqida o'ylanib boqadigan bo'lsak, bu ahvollarning Qur'on Karim va hadis shariflardagi ma'lumotlar bilan tamoman o'xshash ekanligini bilib olamiz. Alloh xabar bergan, va'da qilgan ishlarning tafsilotini ko'ra olamiz. Allohning olamdagi mo'jizalari orqali Qur'on Karimning haq ekanligini, payg'ambar alayhissalomning haq payg'ambar ekanligini, Alloh taoloning va'dasining cheksiz amalga oshirganligini bilib olamiz. Demak, tarix yaxshilik va yomonlik sabablarining
Allah ve Allah'ın Resulü bizge bildirgen kısmen təfsilatıdır. İkinci, sebeplerge qarata hata düşüncege kelip qilishdan saqlanish lazım. Bu nahayt muhim mesele. Bende günah masiyet ve g'afillikning dünya ve ahiretde o'ziga ziyonli ekanligiga cheksiz ishondiyu, ammo gahi Parvardigorning afusiga ve mag'firatiga yo'linib, gahida tavba ve istig'forni yaqini qilib olarman deb, gahida yaxshi ishlarni qilyapmangu deb o'ylab, gahida Allah'ның günahlarını afu qildiganligini bilganligi, gahida taqdirni bahona qilib, gahida tang tushlarini va o'zining xatoligiga o'xshash xatolik o'tkazayotganlarning borligini bahona qilib, gahida boshqalarga agishib, yana shu xatoliklarni sodir qilib qoladi. 9-bab. İstiğfar tushunchasidagi xatoliklar. Nurg'un odamlar qilg'uliqni qilib bo'lib, astag'firullah deb qo'ysak, Alloh kechiradi. İstiğfar günahını yo'qotadi deb o'ylaydi. Xili faqih deb qaraladigan bir odam menga mundaq degan edi. Men qiladiganlarimni qilib bo'libla, Alloh pokdir, Allohga hamd aytaman deb 100 qatim deymanda, gunohlarimning hammasi kechirim qilinadi. Payg'ambar alayhissalom kimki bir kunda Alloh pokdir, Allohga hamd sana aytaman deb 100 qatim desa, uning xatoliklari dengizning ko'pikidek ko'p bo'lgan taqdirdimi kechirim qilinadi degan. Mekkalik bir odam mundaq degan edi. Birimiz biror gunoh qilib qolsak, yuyinib Baytullohni yetib tavob qilamizda, gunohimiz kechirim bo'ladi. Yana bir odam mundaq degan edi. Payg'ambar alayhissalomdan mundaq rivoyat qilinadi. Bir odam gunoh qilib qo'yib, "Ey Alloh, men gunoh qilib qo'ydim. Meni mag'firat qilgin" desa, Allah onu mag'firat qildi. Bir mezgildan keyin o odam yana bir gunohni qilib qo'ydi-da, "Ey Alloh, men gunoh qilib qo'ydim. Meni mag'firat qilgin" deydi. Alloh taolo bunga qarta, "Bandam gunoh qilsa, kechirimmi qiladigan va jazolaydigan Parvardigorning borligini biladigan. Men bandamni kechirdim. U xalqini qilsin" deydi. U odam yana mundaq dedi. "Men kechiralaydigan jazolaydigan bir Parvardigorimning borligiga shek qilmayman." Yana bir qism odamlar borki, ular umid to'g'risidagi oyat hadislarga ching eslab olgan. Navoda ularni biror xatoligiga qarta tanqidlab qo'ysangiz yoki bunchalik umidvor bo'lib ketmaslik to'g'risida tanbih bersangiz, u Allohning rahmati va mag'firatining keng ekanligi, umidvor bo'lish lozimligi to'g'risidagi oyatlarni oldingizga to'kib o'tadi. Bu to'g'rida bir turkum nadallarning ajoyib g'aroyib vaqaliklari bor. Ularning mundaq gaplari bor. Sehiy zot tarafga qaytishing uchun bo'lsa gar seningda haqiqiy iymon, yonmag'in gunohdan qilaver uni, gunohga navoda bo'lsila imkon. Ba'zilar mundaq deydi. Gunohdan saqlanaman deyish Allohning afusining kengliligini bilmaganlikdir. Gunoh qilmaslik Allohning mag'firatiga o'ktib qolganlik va Allohning mag'firatini ko'zga ilmaganlikdir. Muhammad ibn Hazmi, "Men, ey Alloh, men o'zlariga sig'inib gunohsizlikdan panoh talab qilaman" deb duo qiladigan bir qism umidvorlarni ko'rdim, deydi.